Assalomu alaykum. Biz hozir Kumushkon oromgohda qurilayotgan kottejlarni ko'rgani keldik. Bu obyektimizda 2 qavatli karkasli kottejlar qurilyapti. Karkasli binolarning jozibadorligi, ularning narxining arzonligi va qurilishning yuqori tezligidadir. Metal karkaslar shisha tolali mato qoplangan gipsli fasad panellar bilan mustahkamlanadi. Fasad panellari karkasga samarez, ya'ni burama vitlar yordamida mahkamlanadi. Karkasning ichki qismi esa issiqlik izolyatsiyasi mineral plitalar bilan quruq fasad uslubida isitilinadi. Choklari sement yelim qorishmasi yordamida serpanka lenta bilan berkitilinadi. Keyingi bosqichda fasad yuzasiga istalgan tanlangan yakuniy qoplama bilan bezaladi. Shisha tolali mato qoplangan bulan glazmat plita fasad panellari, turli fasad tizimlari, shu jumladan karkasli binolar fasadlari uchun ishonchli, arzon, ishlashga qulay va zamonaviy innovatsion yechim hisoblanadi. Biz bu obyektga tashrif buyurganimizda binoni karkas qismini montaj qilish jarayonida qurilish montaj ishlariga rahbarlik qilayotgan ustalarga tajribadan kelib chiqib, bulan glazmat plitasini binolardagi afzalligi, ustunligi va ijobiy jihatlari haqida tushuncha berdik. Qo'llanishini qisqacha tushuntirib o'tdik. Sizni mana shu fasad glazmat panellari qiziqtirayotgan bo'lsa, qaysiki arzon va tez quriladigan bizga pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.